cheklangan garantiyalar. Bugungi kunda biz hisoblanamiz bankda, lekin Milliy bankda xizmatchi hisoblanamiz. Qatorda bizneslardan ish maqsadida, ya'ni ish o'rganish maqsadida Milliy bankdan kredit olmoqchimiz. Bunaqa yo'nalish bo'yicha, qaysi yo'nalish? Turizm faoliyati bo'yicha. Turizm. Chet el turistlarni O'zbekistonga olib kelishga shug'ullanish mumkin. Faoliyat boshlaganingizga qancha vaqt bo'ldi? Faoliyatimizni noyabrda boshladik, 2024-noyabrda boshladik. Hali bir yil bo'lmadi. Yo'q, hali endi 6 oy bo'lyapti. Bo'ldi, sizga bir qator kreditlarimiz bor, hujjatlarni taqdim etsangiz, biz sizga kredit imtiyozli va imtiyozsiz kreditlar to'g'risida va tadbirkorlik rivojlantirish biznes yo'nalishi bo'yicha kreditlarimiz bor. O'shalar bo'yicha siz hujjatlarni taqdim etsangiz qancha miqdorda olmoqchisiz? Biz 70-80 million miqdorida. Bo'ladi, qilib bera olamiz. Imkoniyatimiz bor. Rahmat.